Bir gaz qo'shnisining ig'ir og'rib qolganligidan xabardor bo'ldi. Gaz kasal qo'shnisini yo'qlab qo'yishni o'zining insoniy burchi, qo'shni haqqi deb o'ylabdi. Ammo aqldan mundaq o'ylar kechibdi. Men qulqi anglamas gaz tursam, uning so'zlarini qandoq anglay olayman? Uning ustiga qo'shnim ig'ir og'riq tursa, og'riq kishining ovozi past chiqadi. Bo'pti, nima amal, yo'qlab qo'yay. U gap qilayotganda levlarining midirlashlariga qarab nima deyotganligini taxmin qilaman. Men uningga ahvolin qanday qo'shnam desam, u menga Xudo ming shukr yaxshi tudim deydi haqiqatan. Ondan keyin nimalarni yeb ichayotganligini so'rsam, u menga suiqosh yoki umoch va yoki sharbat ichganligini deydi. Men uningga singishlik bo'lsin deyman. Va qaysi tibda davolatayotganligini so'rsam, albatta u o'qimishliq, tarbiya ko'rgan kishi bo'lgandan keyin tamtirmaylar, falon pokun deydi. Men uningga u tibning qo'li shifoliq, saqayta olmaydigan kesili yo'q. Men u tibga ko'ringan. Bakma isil odam, qadami tekkan yerdan kasal qochidi. Maqsad murodi amalga oshadi. Gaz ana osh xiyollarni, so'raydigan savol va javoblarni tayyorlab bo'lgandan keyin kasal qo'shnisini yo'qlab kiribdi. Salomdan keyin Gaz o'zi tayyorlik qilib olgan bo'yicha "Ahvolingiz qandaqroq qo'shnam?" deb so'rabdi. Qo'shnisi: "O'lib ketadigan o'xshayman." Gaz ichida har holda yaxshi da'vatidir haqiqatan deb o'ylabdi-da, darhalla "Bak obdan bo'pti, alhamdulillah" debdi. Ondan ulabla "Nimalarni yeb ichyapsan?" deb so'rabdi. Nihoyat tirikkan qo'shnisi "Zahar" debdi. Gaz bu javobni anglab, u cho'qim umoch va yoki suiqosh da'vatidir deb o'ylabdi va debdi. "Shifo bo'lsin." Oxirida yana "Qaysi tibib davolayotdi?" deb so'rabdi. Jili bo'lib jon pini chiqqan og'riq qo'shnisi "Azroil" debdi. Gaz har holda bir tibning ismini dedi deb o'ylab, qo'shnisiga ozroq bo'lsa-mu tasalli berib qo'yishni o'ylab, yaxshi ko'ngli bilan. "Oyga yarishidi uning. Pat arada sallamaza saqayib ketsan, umidvor bo'l" debdi va o'z vazifasini ado qilganligidan xush bo'lib, xo'shlashib uydan chiqib ketibdi. Kasalning ko'ngli Gazning so'zlaridan achchiq to'libdi. Ammo Gaz yaxshilik qildim deb xushal bo'libdi. Halbuki u o'chgan o'tni po'lab, kasalning zardisini qayintibdi. Gazning yaxshi deb o'ylagan qiyasi sababidan 10 yillik qo'shnidorchilik havoga uchibdi. Balkim ota-bovlarimizning bizlarga nasihat mohiyatida qoldirib ketgan muno hikmatli so'zlari mazkur qissadan kelib chiqqan bo'lishi kerak. Kasaldan hal so'rash tasalli uchun, rasmiyat uchun qilingan tasalli kishiga dushman. Qiyos bilan haqning huzuriga chiqqan kishi shaytonga o'xshashdir. Qushning ovozini doğurgan bilan ma'nisini hech tushunmaysan.